Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sog' salomatmisizlar? Mana biz Navoiydan kelganmiz. Qizimni 3 yil oldin olib kelgan edim, suyagi yemirilishi bo'yicha kos. Bundan 3 yil oldin kelgandinglar, ha? Qizingizni olib kelgan edingiz. Qizimni olib kelgan. Ko'ks artrozi bor edi tos suyagida. Shu kasallik bilan olib kelgan edingiz. Olib kelgan edik. Mana yaxshi bo'lib ketdi, Allohga behisob shukr. Ash paytda necha kurs davolanib ketdinglar? Bir kurs davolandim. Bir kurs davolangansizlar. O'shandan beriga hozirgacha sizni og'riq bezovta qilmadi. Og'riq bezovta qilgani yo'q. Yurolmay kelgandik. Oyog'imni ko'tarishga ham qiynalardim. Allohga shukr yurib ketganmiz. Shu bir kursda yurib qaytib ketgansiz, xudo xolasa. Sizni onangiz qarovchi bo'lib kelgan edi. Onam qarovchi bo'lib keldi. Hozir endi davolangani keldi. Davolangani, grija bo'yicha davolangani keldi. Yaxshi. Alloh shifo bersin. U paytda oyoqqa turib ketaman deb o'ylaganmidingiz? Chunki shifokorlar bo'lmaydi, foydasi yo'q, suyak yemirilishini davosi yo'q deyishganda. O'sha paytda bizga kelishingizdan oldin meditsinada davolangansiz. Ya'ni o'sha meditsinada doktorlar sizni davolab bo'lmaydi, suyak yemirilish kasalligini yaxshi qilib bo'lmaydi, uni davosi yo'q degan. Keyin siz bizga kelgansiz marhamatga. Marhamatga Andijonda marhamatga kelgan. Bir kurs bilan yurib ketganman. Yurib ketgansiz. Yurolmay kelib yurib ketganman. Ko'ryapsiz, Alloh shifo beraman desa hech narsa emasda. Alloh shifo bersin har bir bandasiga, lekin ana shu endi Alloh shifo bermasa qiyin masala. Bersa shunaqa bir kursda mana sababchi qilib Alloh shifo berdi. Albatta. 3 yildan beriga hech ham bezovta bo'lmadingiz, a? Yo'q, bezovta bo'lganim yo'q. Endi hozir bu safar kelishingizdan maqsad jindiy og'riqlar bo'lib qolganligi sababli. Og'riqlar bo'ldi. Unaqa jiddiy emas lekin. Yo'q, jiddiy emas, lekin kalsiy yig'ib olib, yana bir davolanib, keyin Profilaktika hisobiga kelib davolanyapsiz. Shunga kelgan. Yaxshi. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Bu qiz haqiqatan kelgan paytda yaxshi yura olmasdi. Mana Allohga shukr, hozir yaxshi. Bir kursimizda o'zidayoq yurib qaytib ketgan bu yoq. Endi bu safar ammangizlar ham qo'shilib kelgan sizlarga. Bunaqa o'zgarishni ko'rib, keyin ammam ham. Onangizlarda grija bormidi? Grija edi. Beli grijasi mana buni bu joyga yozib qo'yganmiz. Beli grijasi bor ekan, buyrak shomirlashlari chopoyoqqa berardi ekan og'riqlarda. Qo'l ikkalasi uvushlari bor ekan, bosh og'riqlari bor ekan. Hozir bosh og'riqlaringiz qanaqa bo'lib qoldi, opa? Yaxshi. 100% ga bosh og'rig'im yo'qolgan. Qutildingiz, a? Bel grijalarimga og'riq qolmadi, bir kurs lishinaga ta'sir bo'ldi-da, natijasini bilib oldik. Chap oyog'ingizdagi og'riqlar ham yo'qmi? Yo'q. Hozir kostimga ham og'riq sezmayapman. Hammasi yaxshi. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Qo'ldagi uvishlarchi? Qo'ldagi uvishlar qolib ketdi, yaxshi bo'ldi lekin. Hozirda yo'q, a? Hozirda yo'q. Yaxshi. Bir kurs natijamiz. Natijaga bildim, natijasi zo'r ekan, yaxshi ekan. Yaxshi. Kelinglar hammalari tavsiya qilamiz. Apiterapiya yaxshi narsa ekanki, Alloh bir mo'jiza ekanda bu. Yaxshi narsa ekan. To'g'rilari ham yaxshi, ovqatlari ham yaxshi. Allohga behisob shukr qilamiz sherik ekanimizga. Lekin minnatdor bo'lamiz. Noumid bo'lmay kelinglar, hammalaringiz umid bilan qaytasizlar. Xudo xolasa, xudo xolasa. Shifosi yo'q desa doktorlarga ishonmanglar. Men juda ham sinib, cho'kib qolgan edim. Shaqa kelib Allohga shukr, qaytadan tirilib, qaytadan mana yuzimizga kulgi yurdi. Doktorlar shifosi yo'q deganda sinib qolmanglar. Hamma dardi shifosi bor. Kelgan paytingizda mana bolacha kichkina bolacha edi-da. Yura olmasdi. Bu o'g'ilcham. Yaxshi. Alloh shifo bersin. Matlub opasiz, a? Xo'p, siz ham ikkala oyoq varikozlari bilan kelgan ekansiz. Xo'p. Oyog'imni suyagi yemirishi ham degan. Ha, bu og'riqlaringiz bor ekan, chap tizda osteoartrozi bor edi ekan, bel og'riqlari, grija bor edi ekan, o'ng qo'l qaltirashlari bor edi ekan, a? Hozirda oyoqlaringizdagi og'riqlar qanaqa o'zgarish bo'ldi? Oyoqlarimni og'riqlari qaytdi, shishlari qaytdi. Shish juda shishib ketganda oyog'ingiz, a? To'g'ri. Ikkinchi etajga chiqa olmasdim. Hozir kuniga 4-5 chiqib tushaman. Allohga ming shukr. Shu kishini borliklariga shukr. Biz shifo topdik. Rahmat shu kishiga. Xo'p, chap tizzalaringiz ham yaxshi bo'lib ketdi, xudo xolasa. Qo'limni qaltirashlari ham qo'lli. Qo'lingiz qaltiradi. Shukr qilaman. Men o'zimga hech qachon ishonmadim, qo'limni qaltirash bo'lib, oyog'imni shishlarini qaytishiga. Umuman ishonmagandim, lekin shunga ishondim endi. Siz ya'ni kelishdan oldin bu opalarga, jiyaningizga ishonmagansiz. Qaytmaydi bu shishlar deb o'ylavdim-da. Bir kursda qaytib ketdi ancha. Aqalli o'g'ri qo'yishga joy yo'qdi shishni dastidan. Alloh shifo bersin. Yaxshiman.
Yaxshi. Yedinglar, davolaninglar. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Rahmat.